Ko'p yashang kelin, ko'p yashang. Hussam aka. Dadajon, onamnikiga borib kelay. Nima qilasiz onangizga? Uylaringizga go'sht yo'q ekan, go'sht olib kelaman. Sal xotinlargacha go'sht so'zlang demaydimi? Kirmay ko'p gapirma. Gapir. Dada hazırlashyapti endi. Ey Will. Otib. Yurana, naskim bir point topolmayapman-da, shuni topish. O'zingni yig'na Zokir, bor yo'q. Bir sen bilan romantika etib bo'ladimi? Sen bilan romantika qila olmayman. Yoshlikdan birga o'sganmiz, qumcha o'ynaganmiz. Tem bo'l, yoshing bir yosh kichik mendan. Sen men xotinimsan endi. Tushundingmi? Davay tez ishlar qil. Dada, menga qarang, men sizga aytdim, hamsani qizni uylantirmang desam, shunga uylantirdingiz-da. Nima bo'ldi yana? Ana o'rda izzat qilyapman ustimdan. Nima deb? Ana qumcha o'ynatding, qilyapting. Kulmang. Qayni bu ham seni qizi, sen bilan birga o'ynab katta bo'lgan. Hamma qilalaring biladi, ustingdan kulib o'tiribdi. Tem bo'lib bir yosh katta menda. Ha nima bo'ldi bir yosh katta bo'lsa? Sen suratdim men. Ha sanim dodla, demasan yeringman-da. Shunday desam, menga ham shunday gapiribdi-da. Bakek o'rgana salla kerakchi. Hasanmizmi? Menga qarang-ki, labetdan shu o'tlar hammasini o'ring, tushundingizmi? Bir o'zim beramanmi? Yo'q, men yordam beraman ki. O'zingiz o'rasizda, boshqa kim o'radi? Zokir nima qiladi, yordam bermaydimi? Zokir siz bachangiz emas, san sallama ko'p yeringiz bo'ladi u. O'ring, masalan, yoshligingizda bir soatda o'z o'tiq yer o'raydi. Parra o'raydi. Qishloqda hamma uskanmayin deb chaqiradi. Aldamang dadajon, uskapakligingizni biz qishloq biladi-ku. Nima? Sizning u xat, ey! Zokir! Kechirasiz dadajon. Ha, dada. Eshitdim. Nimani eshitding? Hey, men bilmayman. Kelini yo quv, yo o'zi ikkoving ham chiqib Survoydan. Men laqamaydi. Aytdim men sizga, hamsani qizini olib berdim. Demay, Survoy salam chiqib ketdi, ikkoving ham Survoydan. Sanlar joy yo'q edi. Hussam aka Zokir qayerga ketdi? Hamsalarga ketdi. Onamnikigami? Ha, onamga ketdi. Salom so'ra onamga.